O'rtoqlar, bugungi kundagi ikkinchi quloq operatsiyamizni boshladik. Bemorimiz 46 yosh. Bemorimiz kelgandagi shikoyati chap quloqda kuchli og'riqqa, yiring ajrama kelishiga va quloqda eshitish pastligiga shikoyat qilgan. Bemorimizni ko'rganimizda quloq pardasi chap tomonlama total perforatsiya aniqlandi. Bemorimizda hozir endoskopistik quloq pardasini quloq ichidan tiklab beramiz. Ko'rishingiz mumkin pardani holatini. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin pardani total perforatsiya bemorimizning quloq pardasi va xohlasa bemorimizni shu quloq pardasini tiklab beramiz. Ne 46 yoshli bemor